Obyektga keldik. Bu yerda tomga mягкий кровли, yumshoq chiripsi qoqilgan obyekt. Mana fanera qoqilgan. Bu yerda to'llar yaxshi yopish uchun mana primerlab chiqibdi fanerani, bo'ldi, молодец. Qolish iloji yo'q. Mana hozir to'llarni ham ko'rsataman, samakalik yopishtiryapti. Samakalikamız Sunfix, ya'ni gidrizatsiya samakalayishi sloylisi, usti pasipkasi toshli bo'ladi. Mana qum. Buni afzalligi boshqalardan nima desa, bu yerda buni ustida bemalol ustala yura oladi, ya'ni sirpanib ketish ehtimoli juda past. Ya'ni xotirjam ishlashsa bo'ladi. Hozir turgan joy konyak hisoblanadi. Mana polni. Mana ko'rishingiz mumkin. Pastdan boshlanadi, tepaga qarab sekin-sekin qilib chiqiladi. Sloy qo'yib chiqiladi. Mana bu. Kimga shunaqa sifatli gidrizolyatsiya chiripsi mahsulotlari kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqsanglar, qo'ldan kelgancha chiroyli narxlarda qilib beramiz. Ko'rishingiz samakali ko'rinish mana bunaqa bo'ladi. Orqasida plyonkasi bo'ladi. Yechiladi bu. Mana bu bitumi yopishqoq bo'ladi.